Siz Dubay haqida juda ko'p va xo'p eshitgansiz. Orangizda u yerda bo'lganlar ham ko'p bo'lsa kerak. Internetda esa bu shaharning 50 yil oldingi va hozirgi holatlari solishtirilgan rasmlar juda ko'p. Lekin dunyoda yana bir shunday shahar borki, u haqida ko'pchilik bilmaydi. Bu shahar neft pullari bilan qurilmagan. 1970-yillarning oxirida bu joy Gonkongning osmono'par binolari soyasida qolgan. Aholisi esa baliq ovlash bilan shug'ullangan kichik bir qishloq edi. Ammo 35 yil ichida u 15 million aholi yashaydigan dunyodagi eng yirik megapolislardan biriga aylandi. Zamonaviy tarixda misli ko'rilmagan qisqa muddatda bu shahar xudo bexabar chetki hududdan Xitoyning IT poytaxtiga, mahalliy Kremniy vodiysiga, iPhone va iPadlarning vataniga aylandi. Bugun sizga Xitoyning eng ulkan shaharsozlik tajribasi, umuman mahalliy aholisiga ega bo'lmagan ulkan Shenzhen shahrining tarixi haqida hikoya qilamiz. Xitoy tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, dastlab bu yerdagi sohil hududlarida baliqchilik bilan shug'ullangan Beiwei qabilasi istiqomat qilgan. Ammo miloddan avvalgi 3-asrdan boshlab bu yerga xitoylik muhojirlar ko'chib kela boshlagan. Han imperiyasi davrida hozirgi Shenzhen hududi davlat tuz monopoliyasining markaziga aylanib, imperator himoyasida bo'lgan. 757-yilda, ya'ni Tan imperiyasi davrida bu yerlar Dongguan deb qayta nomlangan. 1279-yilda hozirgi Shenzhen hududida Chingizxonning nabirasi Xubilayxonning taqibidan qochayotgan Sun imperiyasining so'nggi imperatori halok bo'ladi. O'rta asrlarda bugungi Shenzhen shahri hududlarida tuz qazib olingan. Keyinchalik Min imperiyasi davrida Marvarid daryo nomini olgan mahalliy Zhuzian daryosi quyilish joyida qirg'oq qal'asi qurilgan. Aynan shu sababli ham shahar nomi Shen va Zhen iyerogliflari birikmasidan kelib chiqqan bo'lib, chuqur chegara, chuqur zovur, chuqur xandaq yoki chuqur oqim ma'nolarini anglatadi. Shenzhenning kelajak taqdiri asosan 19-20 asrlar chegarasida belgilangan. 1910-yilda bu yerga Kowloon Kanton temir yo'li yetib keladi va yaqin atrofda Buyuk Britaniyaning yirik harbiy dengiz bazasi barpo etiladi. Keyinchalik undan Gonkong shahri shakllanadi. Yuan imperiyasi davrida an'anaviy tuz va ziravorlar savdosiga qo'shimcha ravishda marvarid qazib olish ham yo'lga qo'yilgan. 1842-yildan 1898-yilgacha Sinan tumani hududining deyarli 1/3 qismi Britaniyaning Gonkong mustamlakasi nazoratiga o'tadi. 1899-yil aprel oyida yangi hududlar deb atalgan joylardagi mahalliy aholi inglizlarga qarshi qurolli qo'zg'olon ko'targan va bunga javoban inglizlar hatto mustamlaka chegarasidan tashqarida joylashgan Shenzhenni ham bosib olishgan. Ikkinchi jahon urushi davrlarida aynan shu hududlarda Xitoydagi ikki azaliy raqib, kommunistlar va gomindanchilar yapon bosqinchilariga qarshi kurashish uchun birlashgan partizanlar otryadini tashkil etishgan. Yaponiya taslim bo'lgandan so'ng kommunistlar va gomindanchilar o'rtasidagi fuqarolar urushi yangi kuch bilan avj olgan va 1949-yil oktyabr oyida kommunistlardan iborat Xitoy xalq ozodlik armiyasi kuchlari butun Guandong viloyatini egallagan. Madaniy inqilob davrida esa mintaqa ochlik girdobiga tushadi. Ibodatxonalar va cherkovlar yopiladi yoki butkul vayron etiladi. 1970-yillarning oxirida Shenzhen atigi 30,000 aholiga ega kichik baliqchilar shaharchasi edi. O'sha paytdayoq kelajakdagi bu megapolis kommunistik yorug' kelajakdan qochib, Gonkong siymosidagi boylik va foyda saltanatiga yetib olishga urinayotganlar uchun o'tish punkti vazifasini ham o'tardi. – 1976-yilda Xitoy Xalq Respublikasining uzoq yillik rahbari Mao Zedong 83 yoshida vafot etadi. Bu paytga kelib mamlakat buyuk dohiy tashabbusi bilan boshlangan katta sakrash va madaniy inqilob dasturlarining achchiq mevasini totayotgan edi. Aytgancha kanalimizda Mao haqida alohida son bor. U yerda ushbu mavzularni kengroq yoritganmiz.
Xullas, bu dasturlarning muvaffaqiyatsizligi tez orada Deng Xiaoping boshchiligidagi Xitoy Kommunistik partiyasining pragmatik qanotini keng ko'lamli islohotlarni boshlashga majbur qiladi. Islohotlarning maqsadi mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va xitoycha xususiyatlarga ega sotsializm qurishdan iborat edi. 1978-yilda XXR Davlat kengashi huzuridagi tekshiruv komissiyasi Gonkong va Makao iqtisodiy tadqiqoti hisobotini tayyorlaydi. 1979-yilda Baoan tumani Shenzhen deb qayta nomlanadi va Gonkonglik tadbirkorlar sarmoyasini jalb qilish maqsadida sanoat hududi tashkil etiladi. Qizig'i shundaki, o'sha paytdagi Guandun viloyatining gubernatori Xitoyning hozirgi rahbari Si Zinpinning otasi Si Junxun edi. Xitoyda keng xalq ommasining farovonligi va turmush darajasini tezda oshirish vositalaridan biri Deng Xiaoping tomonidan e'lon qilingan ochiqlik siyosati bo'ladi. Bu siyosat xalqaro savdoga ruxsat beradi, xorijiy kompaniyalar bilan qo'shma korxonalar tuzishga imkon yaratadi va iqtisodiyotga keng ko'lamli xalqaro sarmoyalarni tez jalb qilishga yo'l ochadi. Bu yo'ldagi muhim qadam maxsus iqtisodiy hududlar tashkil etish bo'lib, ularning birinchisi sifatida Shenzhen shahri tanlanadi. Bunday tanlov avvalo Shenzhenning o'sha paytda Buyuk Britaniya va Portugaliya mustamlakalari bo'lgan Gonkong va Makaoga qo'shnilig'i bilan bog'liq edi. Ushbu rivojlangan moliyaviy markazlarning yaqinligiga qaramay, Shenzhen ko'rimsiz bir viloyat shaharchasi bo'lib qolaverdi. O'sha paytlarda shahar asosan 2 va 3 qavatli eski binolardan iborat edi. Bo'lajak megapolis 1980-yilda o'zining shiddatli o'sishi boshlanishidan oldin aynan mana shunday ko'rinishga ega edi. Uning atrofini Marvarid daryosi deltasining tepaliklari, dalalari va botqoqliklari o'rab turardi. Tez orada aynan mana shu yerda zamonaviy Xitoy iqtisodiyotining eng asosiy yuragi bo'lgan shahar paydo bo'ladi. Oradan bir avlod, ya'ni 20-25 yil o'tgach, bu manzara shunchaki o'z-o'zidan o'zgarib qolmadi. Bu yerda ehtimol Xitoyning yangi tarixidagi o'zgarishlar ko'lami va surati bo'yicha eng ahamiyatli shaharsozlik tajribasi amalga oshirildi. Bunday tezkor urbanizatsiyani hali sayyoramizdagi hech bir davlat yoki shahar ko'rmagan edi. 1979-yilda Shenzhenning o'zida 30 mingga yaqin kishi istiqomat qilgan. Uning atrofidagi jami aholi soni esa 300 ming kishiga yetardi. 2010-yilga kelib rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu aglomeratsiya allaqachon 13 million aholiga ega bo'ladi. Bugungi kunda esa bu yerda 18 millionga yaqin odam istiqomat qiladi. Shaharning yalpi ichki mahsuloti esa shu davrda 250 ming dollardan tasavvur qiling 120 milliard dollargacha o'sadi. Bunga qanday erishildi degan savol tug'iladi. Albatta, bu davrda Xitoyning boshqa shaharlari ham o'sgan, ammo Shanxay, Pekin yoki Guanzhoular uzoq vaqtdan beri shakllangan aholi punktlari bo'lib, mamlakatning tarixiy istiqbolida u yoki bu darajada muhim rol o'ynagan. Xitoyning boshqa yirik shaharlaridan farqli o'laroq, Shenzhen amalda bo'sh yerda paydo bo'lgan yangi shahar edi. Shenzhenni 20-asr davomida asosan u yoki bu tabiiy resurslarni o'zlashtirish maqsadida qurilgan yoki birorta sanoat gigantiga turar joy ilovasi sifatida tizimli ravishda barpo etilgan yangi sovet shaharlari bilan taqqoslash to'g'riroq bo'ladi. Masalan, o'zimizdagi Navoiy va Angren shaharlari bilan. Lekin Shenzhenning biror tor ixtisosligi yo'q edi. Maxsus iqtisodiy hudud maqomi bu yerda iqtisodiy faoliyat yuritayotgan har qanday chet el sarmoyadorlariga sezilarli soliq imtiyozlari berilishini nazarda tutardi. Bir tomondan pulni hisoblay oladigan, boshqa tomondan o'ziga xos siyosiy tizim sharoitida xo'jalik yuritish xatarlarini baholay oladigan chet ellik tadbirkorlar Xitoy misolida to'g'ri tanlov qilishadi. Xitoy o'zining g'oyat arzon va deyarli cheksiz ishchi kuchi bilan ularga eshiklarini chindan ham keng va mehmondo'stlik bilan ochadi. Shenzhen tez orada dastlab Gonkong va Tayvandan, keyinchalik esa butun dunyodan kelgan tadbirkorlar uchun yig'uv maydoniga aylanadi. Bu yerda ayniqsa elektronika va elektrotexnika sanoati tez rivojlanadi. Aynan shu yerda Tayvanning Foxconn korporatsiyasining yuqori texnologiyali qurilmalarni ishlab chiqarish zavodlari, Apple'ning esa iPhone va iPadlarni shartnoma asosida yig'ishga ixtisoslashgan eng yirik zavodlari joylashgan.
Shenzhen o'zining yuqori texnologiyali sanoati, ayniqsa elektrotexnika va telekommunikatsiya uskunalari ishlab chiqarish bilan tanilgan. Shaharda sizu bizga taniqli bo'lgan Huawei, BYD, DJI, ZTE, Tencent kabi mashhur korporatsiyalar va boshqa ko'plab yirik kompaniyalarning bosh qarorgohlari joylashgan. Hozir shu yerda o'zida ham ZTE, DJI mikrofonlar turibdi. Shenzhenning gullab yashnashi maishiy elektronika, mashinasozlik, kimyo va yengil sanoatdan boshlangan bo'lib, bu ishlab chiqarish asosan birinchi dunyo mamlakatlariga eksport qilishga mo'ljallangan edi. Biroq ishchi kuchning malakasi, ularning ish haqi va mamlakatdagi umumiy turmush darajasi oshgani sayin tobora yuqori texnologiyali sohalar rivojlanib boradi. Yig'iladigan elektronika murakkablashib, unga dasturiy ta'minot ishlab chiqish qo'shiladi. Kimyo sanoatidan so'ng biokimyo, farmatsevtika va mikrobiologiya rivoj topadi. Og'ir mashinasozlik aniq mashinasozlikka aylanadi. Bundan tashqari, Shenzhenning ko'plab zavodlari asta-sekin eksportdan juda katta hajmli Xitoy ichki bozoriga yo'nala boshlaydi. 80-yillarda fan va texnika bilan shug'ullanuvchi sanoat tarmoqlarini rag'batlantiradigan mashhur Shenzhen rivojlanish rejasi ishlab chiqilgan. Masalan, o'sha hujjat ishsiz qolgan va olibsotarlik bilan shug'ullanib yurgan Zheng Zhenfei ismli yigitga o'z biznesini boshlashga ilhom beradi. Natijada dunyodagi yetakchi telekommunikatsiya kompaniyalaridan biri Huawei vujudga keladi. Huawei asoschisi Zheng Zhenfei bu haqda o'zining intervyularida shunday degan edi: Men Huawei'ga asos solganimda umuman tajribam yo'q edi. O'sha paytda biz Shangan kommutatorlarining savdo vakili sifatida ishlaganmiz. Ular yaxshi sotilardi, ammo keyin yetkazib berish to'xtab qoldi. Shunda biz ularni o'zimiz ishlab chiqarishni boshlashga qaror qildik. Bizning boshqa tanlovimiz yo'q edi. 1999-yilda Shenzhen shahrida Xitoyning birinchi yuqori texnologiyalar ko'rgazmasi o'tkaziladi. Unda Xitoyning yana bir texnologik giganti Tencent o'zining dastlabki $2 million dan ortiq venture mablag'ini oladi. Yillar davomida investitsiya holdingi kengayib boradi va nihoyat kompaniya nufuzli Fortune Global 500 ro'yxatida o'z o'rnini mustahkamlaydi. Tencent asoschisi va bosh direktori Ma Huateng shunday degandi: Bu ishlarda muhim jihat shundaki, faqat shunday imkoniyat orqaligina Tencent kapital bozorlariga kira olardi. $2 million dan ortiq mablag' Tencentga ilk parvoz uchun maydoncha yaratib berdi. 2000-yilda Shenzhenda ishlab chiqarilgan yuqori texnologiyali mahsulotlar hajmi ilk bor $14 milliard dan oshdi va o'shandan beri bu ko'rsatkich yiliga o'rtacha $10 milliard atrofida tebranib kelmoqda. 2008-yilda Shenzhen jahon moliyaviy inqirozi ta'siridan deyarli zarar ko'rmadi. Aksincha, megapolis axborot texnologiyalari va yashil energetika kabi yangi sohalarni rivojlantirishga e'tibor qaratdi. Bir necha yil ichida shahar Xitoyning iqtisodiy o'sish dvigateli bo'lib qoldi. Shenzhenning yalpi ichki mahsuloti 2019-yilda $400 milliard dan oshib ketdi. Bu Isroil, Birlashgan Arab Amirliklari, Irlandiya va Tailand kabi butun boshli rivojlangan davlatlarning milliy yalpi ichki mahsulotiga teng raqamlardir. Albatta, bunday yirik ishlab chiqarishlarning barchasiga ishchi kuch zarur edi va shahar bunga ham yechim topadi. U o'z bag'riga Xitoyning va dunyoning turli burchaklaridan keladigan mutaxassislar va oddiy ishchilarni keng jalb qila boshlaydi. 1980-yillarda Xitoyda qishloqdan shaharga ulkan ko'chish boshlanadi va Shenzhen bu jarayonning eng yorqin namunasiga aylanadi. 1980-yilda shahar aholisi tez suratda o'sa boshlaydi. 70-yillar oxirida bu yerda 30 ming kishi yashaganini aytib o'tdim. 82-yilga kelib 350 ming, 90-yilda 1,215 ming, 2000-yilda esa 7 million kishiga yetadi. Muhojirlarning uzluksiz oqimi tufayli bugungi kunga kelib Shenzhen aholisining umumiy soni 18 millionga yetgan. Lekin qanchalik odam ko'p bo'lmasin, bu shahar yashashga qiyin, probkalar va yo'l bo'yida tashkil topgan yayma bozor bo'lib ketmadi. Bunga qanday erishildi? 1980-yillarning birinchi yarmida Shenzhenning rivojlanishi amalda o'z-o'zidan kechdi. Eski baliqchilar shaharchasining tarixiy markazi asta-sekin qishloqdan kelgan birinchi mehnat muhojirlari joylashgan yangi mavzelar bilan qoplandi. 1986-yilda shaharlashtirish jarayonining tartibsiz kechishini izga solgan bosh reja qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, shahar va uning infratuzilmasini rivojlantirish butun Shenzhenni kesib o'tuvchi 3 ta keng prospekt magistral bo'ylab markazlashtiriladi. Bunda jamoat markazlari vazifasini bajaruvchi 6 ta klaster loyihalashtirilgan bo'lib, ular o'z navbatida turar joy hududlari bilan o'ralgan edi.
Birinchi bosh reja asosan shaharlashtirish suratlarini hisobga olmagani sababli muvaffaqiyatsiz kechgan. Har yili shahar aholisi 1/3 qismiga ko'payishda davom etardi. Sanoat hududlari kengayib, yangi korxonalar ochilgach, infratuzilma, ayniqsa transport masalasi jiddiy muammoga aylanadi. 1996-yilda tasdiqlangan ikkinchi bosh rejaga muvofiq, Shenzhenda aholini o'sib borayotgan avtomobillashtirish darajasini hisobga olgan holda avtomobil yo'llari tizimli qurilishi boshlanadi. Metro barpo etiladi. Tezyurar temir yo'llar uni boshqa shaharlar va Xitoyning qolgan qismi bilan bog'laydi. Shenzhen porti shahar okrugi qirg'og'ida joylashgan turli portlarning umumiy nomi, konteyner aylanmasi bo'yicha dunyodagi eng yirik portlardan biri hisoblanadi va hatto Guangdong viloyati poytaxti Guangzhou portidan ham ustun turadi. 2018-yilda Shenzhen portlari konteyner aylanmasi hajmi bo'yicha Shanxay va Singapurdan keyin dunyoda 3-o'rinni egallagan. Shenzhen yer juda tanqis bo'lgan joyda kattalashayotgan shahar edi. Shu sababli xitoyliklar shaharni yoyib emas, tepaga o'stirishni tanladilar. Har bir osmono'par binoning o'zi go'yo bir shahar. Pastda do'konlar, o'rtada ofislar, tepada esa yashash joylari. Shu tarzda ular yerni tejashdi, ammo hayotni qulay qilishdi. Transport, savdo, yashash hammasi qulay edi. Natijada odamlar ko'p bo'lsa ham, tiqilish kamroq bo'ldi. Shahar zich bo'lsa ham ular tabiatni ham unutishmadi. Har bir tumanda park, har bir binoda yashil tom yoki devorlar, hatto shahardagi metro bekatlarida ham yashil o'simliklar bor. Sun'iy ko'llar, yomg'ir suvini qayta ishlash tizimi, ekologik transport bularning barchasi Shenzhenni nafas oladigan shaharga aylantirdi. Shenzhen landshafti urbanizatsiyalashgan va sanoatlashgan bo'lsa-da, Xitoy mezonlariga ko'ra shahar juda ko'm-ko'k. Bu albatta mahalliy aholiga bunday miqyosdagi megapolisda yashashni yengillashtiradi. Ishlar xitoycha ko'lam va tezlikda olib borilardi. Masalan, metroning 20 bekatdan iborat bo'lgan dastlabki 2 yo'nalishi atigi 6 yilda qurib bitkazildi. Keyinchalik uni barpo etish sur'ati yanada tezlashdi. Bugungi kunda Shenzhen metropolitenining 5 ta yo'nalishi, 137 ta bekati mavjud bo'lib, uzunligi deyarli 180 kilometrga yetgan. Yana 3 ta yo'nalish qurilmoqda. Metropoliten tabiiyki Xitoyning tezyurar temir yo'llari va Gonkong elektropoyezdlar tizimi bilan uyg'unlashtirilgan. Shaharda boshqa jamoat transporti infratuzilmalari ham jadal rivojlandi. Shenzhenni Guangzhou, Shanxay, Pekin, Uxan va Xitoyning boshqa shaharlari bilan bog'lovchi yuqori tezlikdagi temir yo'l magistrallariga xizmat ko'rsatish uchun bir nechta yangi yirik vokzallar qurildi. Shahar aeroportining yangi terminali ham ochildi. Uzunligi 1,5 kilometr va maydoni 500 ming kvadrat metr bo'lgan ulkan binoni mashhur italiyalik me'mor Massimiliano Fuchs loyihalashtirgan bo'lib, u yilga 45 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega. Shaharning o'zi ham to'xtovsiz o'sib bordi. 1990-yillarda hatto Shenzhenda har kuni bitta baland bino quriladi va har 3 kunda shaharda yangi xiyobon paydo bo'ladi degan hazil gaplar yurardi. 2000-yillarning o'rtalariga kelib, atigi 25 yil ichida Shenzhen ba'zi shaharlar asrlar davomida bosib o'tadigan yo'lni bosib o'tdi. Bir tomondan Gonkong, ikkinchi tomondan Marvarid daryosining yuqori darajada urbanizatsiyalashgan deltasi o'rtasida joylashgan shaharning rivojlanish uchun maydoni tugay boshladi. Iqtisodiy o'sishning pasayishi istiqbolidan tashvishga tushgan shahar hokimiyati allaqachon qurilgan hududni qayta tiklash dasturini ishga tushirdi. Buning uchun Shenzhen 1980-yillarda o'zining jadal o'sishini dastlabki yillarida egallagan 200 kvadrat kilometrga yaqin past qavatli binolar joylashgan maydonlar belgilandi. Shahar bu uchastkalarni ilgarigi egalaridan sotib olib, yangi, ancha zich qurilgan imoratlar qurish uchun ajratdi. Ko'p o'tmay yangi ko'chib kelgan millionlab kishilar bu imoratlardan mamnuniyat bilan foydalana boshladilar. Hozirda Shenzhen Xitoyning tipik megapolisga aylanib ulgurgan. Yangi ishbilarmonlik tumanlarida ko'plab osmono'par binolar qad ko'tardi. Asta-sekin mahalliy quruvchilar sifatli arxitekturani tushunishni boshladilar va loyihalashga nufuzli xalqaro byurolarni jalb eta boshladilar. Shenzhenda osmono'par binolar soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Bu shahar baland binolar soni bo'yicha Xitoyda 2-o'rinda turadi va hozircha faqat Gonkongdan orqada. Biroq Shenzhenni allaqachon nafaqat Xitoyning, balki butun dunyoning yangi osmono'par binolar poytaxti deb atashmoqda. O'tgan 40 yil ichida u Xitoy chegarasidagi uyqusiragan qishloq xo'jaligi shaharchasidan dunyodagi eng yirik megapolislardan biriga aylandi. Hozir u yerda 20 million atrofida aholi istiqomat qiladi.
2006-yilga kelib Shenzhenda balandligi 200 metrdan ortiq bo'lgan 18 ta yangi osmono'par bino qurildi. Ularning eng mashhuri Divan minorasi bo'lib, u shaharning birinchi 300 metrdan baland binosi edi. Baland binolar va shahar muhit kengashi xalqaro tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Shenzhen 2024-yil holatiga ko'ra dunyodagi eng baland binolarga ega shaharlar reytingida 414 ta osmono'par bino bilan ikkinchi o'rinni egallaydi. Qiziq tomoni shundaki, birinchi o'rinda 558 ta baland bino bilan Gonkong, uchinchi o'rinda esa 318 ta osmono'par binosi bor bo'lgan New York shaharlari turadi. Shenzhenning eng baland 5 ta binosi quyidagi binolardan iborat. Pinan xalqaro moliyaviy markazi balandligi 599 metr, dunyodagi eng baland ofis minorasi. WK100 osmono'par binosi balandligi 442 metr. China Resource bosh qarorgohi balandligi 393 metr. City Mark Center osmono'par binosi balandligi 388 metr. Sham Tower osmono'par binosi balandligi 388 metr. 1996-yilda Shenzhenda qo'shimcha ravishda sanoat parki tashkil etildi. Uning korxonalari biotexnologiya va farmatsevtika, qurilish va qurilish materiallarini ishlab chiqarish, kimyoviy ishlab chiqarish, tibbiy asbob-uskunalar, elektronika, dasturiy ta'minot, telekommunikatsiya uskunalari va boshqa shu kabi sohalarga ixtisoslashgan. Zamonaviy shahar ko'plab yirik sanoat obyektlari, jahon ahamiyatiga ega madaniy majmualar, shuningdek ulkan savdo va ko'ngilochar markazlari bilan maqtana oladi. Bir nechta asosiy hududlarga bo'lingan dunyoga darcha bog'i ulkan maydonni egallaydi va o'zida dunyoga mashhur diqqatga sazovor joylarning o'nlab kichraytirilgan nusxalarini mujassam etadi. Eyfel minorasi, Misr ehromlari, Toj Mahal, Angkor Wat. Agar dunyo bo'ylab sayohat qilishga vaqtingiz bo'lmasa, eng mashhur sayyohlik joylarini bir kunda atigi 200 yuanga ziyorat qilishingiz mumkin. Shenzhen erkin iqtisodiy zonasi 17,5 mingdan ortiq korxonani o'z ichiga oladi. Ularga kiritilgan investitsiyalarning 85% Gonkong hissasiga to'g'ri keladi. Investitsiyalarning asosiy yo'nalishlari yadro energetikasi, elektronika, mashinasozlik, infratuzilma, moliya va yuqori texnologiyalardir. Shenzhen hududida erkin iqtisodiy zonaning ochilishi muhim strategik qaror bo'lgan, chunki Shenzhen Gonkongga bevosita yaqin joylashgan. Xitoy bu maxsus ma'muriy hududning tajribasidan iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun foydalanadi. Natija esa g'oyat ijobiy bo'ladi. Boshidanoq ishlash uchun qulay sharoitlar va to'g'ri tanlangan faoliyat yo'nalishlarining uyg'unligi iqtisodiyotning sezilarli o'sishiga olib keladi. Shenzhen iqtisodiyotining o'sish sur'atlari juda yuqori edi. 1980-yildan 1984-yilgacha Shenzhen yalpi ichki mahsuloti 6 barobar oshadi. 2000-yildan 2010-yilgacha Shenzhen iqtisodiyoti 4.4 barobar o'sadi. Shenzhenning yalpi ichki mahsuloti 2010-yilda 146 milliard dollarga yetadi. 1980-yildan 2019-yilgacha Shenzhen yalpi ichki mahsuloti 40 million dollardan 400 milliard dollargacha ko'payadi. O'rtacha yillik o'sish sur'ati 20.7% ni tashkil etadi. Xitoyning birinchi va eng yirik iqtisodiy hududi sifatida Shenzhen yillar davomida ko'plab yirik xorijiy investorlarni jalb qildi. Bu esa o'z navbatida Xitoy iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Shu tariqa u bugungi global iqtisodiyotning ajralib turadigan ishtirokchisiga aylandi. Hozirgi kunda Shenzhen Xitoy materigidagi iqtisodiy markazlar orasida Pekin, Shanxay va Guanzhoudan keyin 4-o'rinni egallaydi va mamlakatning 3 ta yetakchi moliya markazlari qatoriga kiradi. Shaharning o'ziga xos tarixiy rivojlanishi tufayli uning barcha universitetlari nisbatan yaqinda tashkil etilgan. 1980-yillarning boshlarigacha Shenzhenda birorta ham oliy ta'lim muassasasi mavjud emasdi.
Bugungi kunda eng nufuzli universitetlar qatoriga esa quyidagilarni kiritish mumkin. Shenzhen universiteti shaharda ochilgan birinchi oliy o'quv yurti bo'lib, u 1983-yilda tashkil topgan. Xitoyning ko'plab boshqa universitetlaridan farqli o'laroq, Shenzhen universiteti oldingi ta'lim muassasalari negizida emas, balki shaharning maxsus iqtisodiy zonasi infratuzilmasini rivojlantirish dasturining bir qismi sifatida noldan barpo etilgan. Uning tashkil etilishida Xitoy Xalq Respublikasi amaldagi rahbari Deng Xiaoping va Xitoy Kommunistik partiyasi bosh kotibi Jiang Zemin ishtirok etishgan. Jahon universitetlarining akademik reytingiga ko'ra, u dunyoning eng yaxshi 300 ta oliy o'quv yurti qatoriga, Xitoyda esa birinchi 30 talikka kiradi. Janubiy ilmiy texnologiya universiteti Xitoy Xalq Respublikasining eng yangi va tez rivojlanayotgan universitetlaridan biridir. Universitetga dastlabki 45 nafar talaba 2011-yilda qabul qilingan bo'lsa, 2020-yilga kelib ularning soni 6,5 ming nafarga yetgan. Xitoyning aksariyat universitetlaridan farqli o'laroq, Janubiy ilmiy texnologiya universitetida ta'lim ikki tilda, ingliz va xitoy tillarida olib boriladi. Bunda ingliz tili asosiy til hisoblanadi. O'qituvchilarning ko'pchiligi ilgari boshqa mamlakatlarning, asosan AQSh va Buyuk Britaniyaning nufuzli universitetlarida faoliyat yuritgan. Jahon universitetlarining akademik reytingida Janubiy ilmiy texnologiya universiteti 2020-yilga kelib Xitoyning 50 ta eng yaxshi tadqiqot universitetlari safiga kirgan. Shaharning boshqa yirik oliy ta'lim muassasalari qatoriga Shenzhen Politexnika instituti va Shenzhen axborot texnologiyalari institutini kiritish mumkin. Shuningdek, Shenzhenda Xitoy va dunyo miqyosidagi boshqa universitetlarning bo'limlari ham faoliyat yuritadi. Masalan, Pekin universiteti, Sinxua universiteti, Harbin va hatto Moskva davlat universitetining ham filiallari bor. Ikki 2022-yilda Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev aniq ayta olaman, bugungi Toshkent 1994-yildagi Dubaydan zo'r degan gaplarni aytgan edi. Men esa umuman neft dollari yo'q mamlakat sifatida biz aynan Shenzhendan o'rnak olishimiz mumkinligini, erkin iqtisod va inson kapitali orqali yirik rivojlanishlar qilishimiz mumkinligini o'yladim. Albatta, Shenzhen bu umuman boshqa dunyo, lekin u yerdagi tajribadan ham ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin. Masalan, shaharni eniga emas, bo'yiga o'stirish, maktab, bog'cha va shifoxonalarni turar joylarga yaqin joylashtirish, jamoat transportini kuchaytirish, yashil hududlarni ham gorizontal, ham vertikal usulda yaratish. Ammo bu megapolisning eng hayratlanarli jihati shundaki, bundan atigi 45 yil oldin u umuman mavjud emasdi. Shenzhen bu tarixsiz shahar, millionlab kelgindilar shahri, aholining qariyb 40%ni 20 yoshlilar tashkil etadigan yoshlar shahri, improvizatsiyalar shahri. Bu 20-asrning ikkinchi yarmidagi eng yirik urbanistik tajribalardan biriga aylangan shahar. Bu shahar o'z-o'zidan emas, balki tajribalar va rejalar asosida yuzaga kelgan bo'lib, biz Xitoy iqtisodiy mo'jizasi deb ataydigan hodisaning bevosita natijasidir. Mana do'stlar, bugungi sonimiz ham o'z yakuniga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Biz esa sizga yangicha formatdagi kontentlarni ham taqdim etishda davom etamiz. Omon bo'ling. Comes and looks in my window at night.